Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli görürmenler. İstiklal Kündülük haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay milletçileri Erkin Asiya Radyosu qatarlıq organlarının yardımı to'xtatilganligidan xushalliqqa cho'mgan. Xitay milletçileri Trump hükümetinin Erkin Asiya Radyosu Amerika Ovozi qatarlıq taratqu organlarının iqtisodiy manbasini uzganligi haqidagi xabardan qattiq xushal bo'lgan. New York vaqt gazetining 18 mart xabar qilishicha, Xitoy axborot vositalari Amerika Ovozi Erkin Asiya Radyosu qatarlıq organlarning xomchotining zo'r darajada qisqartirilganligini tabriklagan. Amerika hukumati iqtisodiy jihatdan yordam qilib kelayotgan bu ikki taratqu organi uzun vaqtdan beri ko'plagan tillarda Xitoydagi inson haqlari dafsandichiligi va Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa aloqador xabarlarni e'lon qilib kelgan bo'lib, Xitoy ularni Amerikaning tashviqot quroli deb ayblab kelgan. Prezident Trump bu organlarni nazorat qiladigan Amerika yer shari media agentligini tarqatib etadigan hukumat buyrug'iga imzo qo'ygandan keyin Amerika ovozi xizmatchilari haq to'lanadigan dam olishga qo'yib berilgan. Undan boshqa Erkin Asiya Radyosining iqtisodiy manbasi to'xtatilgan. Bu ahvol axborot xodimlarining kelajagi va imkoniyati to'g'risida andishaga sabab bo'lgan. BDT inson haqlari kengashida Xitoyning jinoyatlari tunishtirildi. Janvada ochilgan BDT inson haqlari kengashida Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlari, xususan diniy bostirishlari tafsiliy tunishtirildi. Shveysariyaning Janva shahrida 17 mart ochilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 58-navbatlik inson haqlari kengashiga Dunyo Uyg'ur qurultayidan bir hay'at qatnashgan bo'lib, Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tunishtirgan. Yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Turg'unjon Aloviddin Uyg'urlarning vakili sifatida so'z qilgan. Uning Sharqi Turkistondagi Xitoyning jinoiy qilmishlarini arab tilida tunishtirishi yig'in ishtirokchilarining diqqatini qo'zg'agan. Ma'lum bo'lishicha, kengashda ko'p sonliqni tashkil qilgan arab ellarining vakillari Uyg'ur musulmonlarining Ramazonda ro'za tutolmasligi, masjidlarga borolmasligi, Qur'on o'qish va boshqa diniy faoliyatlarning cheklanishi qatorliq Xitoyning jinoyatlarini tunji qatim bevosita anglab hayron qolgan. Dunyo Uyg'ur qurultayi vakillari yana yig'in jarayonida BDTda bir qator faoliyatlarni o'rinlashtirib, Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatlarini tunishtirgan. BDT ishxonasi oldida yana Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi temasida 3 kunlik surat ko'rgazmasi o'tkazilgan. Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyati iftorlik faoliyati o'tkazdi. Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyati 16 mart iftorlik faoliyati o'tkazgan bo'lib, faoliyatga Gollandiyadagi nurg'unlagan tashkilot mas'ullari, bir qism siyosiy partiya vakillari va masjid imomlari qatnashgan. Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyati har yili Ramazonda Gollandiyadagi har qaysi turk tashkilotlari va siyosiy partiyalar mas'ullarini asos qilgan iftorlik faoliyati o'rinlashtirib kelayotgan bo'lib, bu yilmi jamiyatda cho'ng tipdagi iftor faoliyati o'rinlashtirgan. Faoliyat Yevropa Sharqi Turkiston Ma'arif jamiyati raisi Ubul Qasim Qarimning ichilish nutqi bilan boshlangan. Orqadan siyosiy partiyalarning boshliqlari, har qaysi turk tashkilotlarining mas'ullari orqa-orqadan so'z qilib, Uyg'urlarning yolg'iz emasligini, o'zlarining Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirishgan. Faoliyatga 200 dan ortiq mehmon qatnashgan bo'lib, Sharqi Turkiston Ulamolar birligining raisi dotsent doktor Olimjon Bug'da, Xalqaro Sharqi Turkiston tashkilotlar birligining raisi professor doktor Ataullah Shahyarmo ishtirok qilgan. Hindistonning siyosiy qiyinchilikqa duch kelishi bilan Pokiston harakat boshladi. Hindiston siyosiy jihatdan bir qism qiyinchilikqa duch kelgan bir paytda Pokiston bilan Bengalning munosabati kun sayin yaqinlashgan. Nikkei Asiya kanalining 18 mart xabar qilishicha, yaqinqi diplomatik harakatlar xalqaro munosabatlarni qayta shakllantirish ehtimolligini ko'rsatgan bo'lib, Amerika prezidenti Donald Trumpning Ukraina bilan bo'lgan talash-tortishlik munosabati Yevropa ittifoqi davlatlarini mudofaa tadbirlarini kuchlantirishga undagan. Kichik doirada bo'lsa, Pokiston bilan Bengal o'rtasidagi dialog Janubiy Osiyodagi zo'r o'zgarishni namoyon qilgan. Bu rayon an'anaviy jihatdan dushmanlik munosabatlari bilan gavdilanib kelgan. Bildirilishicha, Bengalning muvaqqat rahbari Muhammad Yunus bilan Pokiston bosh ministri Shahboz Sharif Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yig'inida ko'rishgandan keyin ikki davlat birlikda harakat qilishga boshlagan. Buning ichida transport aviatsiyasini yo'lga qo'yish va 7 yillik havo qatnashi uzilishdan keyin bevosita aeroplan qatnash liniyasini asliga keltirish qatorliqlar bor ekan. Bengal bilan Pokiston o'rtasida
o'rtasidagi savdo qiymati 2022 yili 1 milliard Amerika dollariga yetgan bo'lib, bular asosan paxta va kandir eksporti ekan. Muhammad Yunus hamkorlik fursatlarini bo'libmi shakar ishlab chiqarish jihatdagi hamkorlikni ta'kidlagan bo'lib, Bengal davlatdagi shakar zavodlarini zamonaviylashtirishni umid qiladi ekan. Buningdan boshqa harbiy hamkorlik va madaniyat almashtirish qatorliqlar ta'kidlangan. Ikki davlat o'rtasida 1971 yildagi mustaqillik urushidan qolgan tarixiy o'chmanliklar bor bo'lsa-mu, munosabatni ilgari surishga bo'lgan istaklarni namoyon qilgan. Bu Bengalning uzun muddatdan beri Hindiston bilan bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatgan. Yevropa Ittifoqi Suriyaga necha milliard dollarlik yordam berishga va'da qilgan. Yevropa Ittifoqi Suriyaga necha milliard dollarlik yordam beradiganligini va'da qilgan bo'lsa-mu, biroq Suriyaga qaratilgan jazo tadbirlari buningga to'salg'i bo'lmoqda ekan. Germaniya ovozining 18 mart xabar qilishicha, yaqinda Bryusselda o'tkazilgan Yevropa Ittifoqi boshchiligidagi yig'inda i'ona qilguvchilar Suriya va qo'shni davlatlarni qo'llash uchun taxminan 5 milliard 800 million yevro, ya'ni 6 milliard 300 million Amerika dollari va'da qilgan. Bu o'tgan yili va'da qilingan 7,5 milliard yevrodan ozroq ekan. Suriya Tashqi ishlar ministri Asad Ash-Shaybani Suriyaning muqimligi haqidagi andishalarga qaramay, Yevropa Ittifoqining yangi hukumat bilan munosabat qurishini xohlaydiganligini ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqi umidvorlikni ilgari surish va qalaymaqonchilikning oldini olish uchun jazo tadbirlarini yengillatmoqchi bo'lgan. Ammo Amerikaning bu harakatga ishtirok qilishi va qo'llashi yanada noma'lum bo'lib, Amerika Suriyaga beriladigan yordamni oshirishni xohlamaydiganligini bildirgan. Yevropa Ittifoqi amaldorlari energiya va ul aslaha sohasidagi mablag'larga yo'l qo'yish uchun ba'zi cheklamalarni bekor qilishga boshlagan. Ammo Amerikaning keng ko'lamli jazo tadbirlari Suriyadagi pul muomala sohasini murakkablashtirayotgan. İnsanparvarlik tashkilotlari hukumat manbalari cheklik bo'lganlikdan shaxsiy mablag' solg'uvchilarning aralashishining zarurligini ta'kidlagan. Yevropa Ittifoqi Suriyaning qayta qurilish xizmatlarini ilgari surishni nishonlagan bo'lsa-mu, bu tashabbuslarning muvaffaqiyati yangi Suriya rahbarligining harakatlariga va shaxsiy mablag' solg'uvchilarni jalb qilish uchun jazo tadbirlarining bekor qilinishiga bog'liq ekan. İsrailiyaning G'azzadagi havo hujumida 300 dan ortiq kishi hayotidan ayrildi. İsrailiyaning Ramazon oyida G'azzaga qilgan havo hujumi 300 dan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan. Nikkei Asiya to'rining xabar qilishicha, Isroiliyaning 18 mart G'azzaga qo'zg'agan havo hujumi ko'p qismi bolalarni o'z ichiga olgan eng az 300 dan ortiq kishining o'limiga sabab bo'lgan bo'lib, bildirilishicha, Hamas Isroiliyani urush to'xtatish kelishimini buzdi deb ayblagan. Isroiliya bo'lsa, urush to'xtatish suhbatida ilgirlash bo'lmaganligini, Hamas nuqtalariga qarshi zarba berishni davomlashtiradiganligini, zarur bo'lganda quruqlik armiyasini ishga soladiganligini bildirgan. Bu havo hujumlari uzun muddatlik urush to'xtatish va Hamas tarafidan tutib turilgan asirlar to'g'risidagi suhbat mag'lub bo'lgandan keyin boshlangan. G'azzaning nurg'un joylarida o'lim yetim va yaralanganlar to'g'risida ma'lumot berilgan bo'lib, yerlik doktorxonalar og'ir ahvolda qolgan. O'tgan 15 oyda to'xtamay davomlashgan urush G'azza rayonidagi hayotlik va mol-mulkning og'ir darajada ziyonga uchrashiga sabab bo'lgan. Hürmetli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha aman bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.